Bepushtlik hamda homilani yo'qotish holati asosiy sababi bitta. Turmushga chiqqandan keyin birinchi navbatda mana shu ikkita yoshdan kutiladigan narsa ikki tarafdan ham shu farzandli bo'ldimi yo'qmi deb kutiladi. 18 martalab bolasi tushib qolgan ayollar kelgan. Homiladorlik tinch, sokin, yaxshi o'tishi uchun ayolga qanaqa muhit yaratib berish kerak? Ayol qanchalik jizzaki bo'lsa, bola allergen bo'lar ekan. Insonni eng xavfli davri uni yangi tug'ilgan davri bo'ladi. Qaysi holatlarda mana shu ona suti bilan oziqlantirmaslik kerak? Nima uchun bizni buvilarimiz polivitamin degan narsalar ichganmisiz desangiz, nima edi u polivitamin deydi? Nima edi u deydi-da? Assalomu alaykum. Bugun biz juda nozik va har bir inson hayotiga bevosita ta'sir qiladigan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha homiladorlik jarayoni, homiladorlikgacha bo'lgan jarayon va tug'ruqdan keyin chaqaloq parvarishigacha bo'lgan vaziyatlar haqida bugun ochiq suhbat qilamiz. Bizni ekspertlarimizni tanishtirib o'taman. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent shahar filiali neonatolog shifokorimiz Malika opa Usmonova va hamda 36 yillik tajribaga ega akusher ginekologimiz Muhabbat opa Roziqova. Birinchi savolim o'zi, hozirgi kunda ayollar o'rtasida juda ham ko'plab kasalliklar avj olyapti. Buni ayrim ayollar sezyapti, ayrimlar esa o'tkazib yuborgan keyin og'ir holatlarda aynan mutaxassislarga murojaat qilyapti. O'zi umuman olganda homiladorlikgacha bo'lgan jarayon qanday bo'lishi kerak, ayol o'zini qanday tayyorlash kerak va homiladorlikdan keyingi jarayonlar haqida Muhabbat opa siz bilan gaplashsak. Avvalambor assalomu alaykum. To'ppa-to'g'ri aytasiz, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi deyiladi. Bizani agar sog'lom kelajagimizni o'ylamoqchi bo'lsak, birinchi navbatda onalarni sog'lomlashtirish kerak. Onalarni sog'lomlashtirish esa bu mana shu qiz bolani shu bolaligidan iloji bo'lsa boshlash kerak. Shu borada mana shu oilada o'sayotgan ham yigitga ham qiz bolaga eng birinchi navbatda sog'lig'iga, kelajakda bu ona bo'lsa yoki bu yigitimiz ota bo'lsa qanaqa muammo bo'lmaydimi? Eng birinchi navbatda mana shu to'g'risida o'ylashimiz kerak. Biz mana 36 yil avval endi ishimizni boshlagan paytimizda salomatligiga bog'liq bo'lgan muammolar juda ham kam bo'lardi. Mana opamiz ham juda ham manimcha ma'qullaydilar. Kam bo'lardi. Sababi qanaqadir hayot tarzi oddiyroq edi menimcha. Hozirgi mana bu raqamli texnologiya hamma joydagi mana shular ham bir tomondan juda ham tezlashib ketishi tabiiylikni yo'qotyapti. Tabiiylik esa biz shifokorlar juda ham yaxshi bilamiz, bu inson salomatligiga ta'sir qilmay qo'ymaydi. Men demoqchi bo'lganimki, mana shu qiz bola ayniqsa shu balog'at davriga yetayotganida ko'proq e'tibor berilib, shu qizni hayz jarayonlari qanaqa bo'layapti, mana shular vaqtida kelyaptimi, og'riq bormi, yo'qmi, mana shuni ham onalari ozgina e'tibor berib, mana shu holatlardan voqif bo'lib, agar qanaqadir muammolar boshlanayotgan bo'lsa, mana shunda hech ham ikkilanmasdan, uyalmasdan mana shu soha mutaxassislariga olib borib ko'rsatib, muammoni vaqtida hal qilinsa juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi vaqt o'tgan sarin har qanaqa muammoni hal qilish qiyinlashib boraveradi. Shuning uchun ham birinchi navbatda mana shu muammoni boshlanganini ko'rsatuvchi holat bu qiz bolani shu hayzini buzilishi, vaqtda kelmasligi yoki bo'lmasam juda ham og'riqli bo'lishi, qiz bola maktabga bormasdan yoki ishga uydagi ishga ham yaramasdan og'riyapti deb yotishi ham bu shu muammoni boshlanganidan dalolat beradi. Lekin ba'zan ota-onasi yoki bo'lmasam hatto mutaxassislar ham turmushga chiqsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan gaplarni ham tinchlantiradi. Lekin hech qachon normada hayz ko'p ham kelish kerak emas, vaqtida kelish kerak, og'riqli ham bo'lish kerak emas. Demak, mana shu gapni gapirdi, mutaxassis boshqasiga borsin. To mana shuni tagiga yetib, muammoni hal qilmagunicha davolash kerak qiz bolani. Sababi og'riqli kelishi, muddatli kelmaslik bu qiz boladagi o'zga boshlanayotgan gormonal buzilishlardan dalolat beradi. Gormonal buzilishlar esa qiz bolani shu tanasidagi har xil ginekologiyaga bog'liq bo'lmagan boshqa joydagi kasalliklar bilan bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun shularning hammasini yaxshilab davolagan holda
bu qizni voyaga yetkazish kerak. Avvalambor turmushga tayyorlayotgan qizda uni nafaqat sepini tayyorlash kerak. Eng avvalambor u qizni salomatligidan tashqari u qizni ruhan mana shu farzand ko'rishga. Chunki turmushga chiqqandan keyin birinchi navbatda mana shu 2 yoshdan kutiladigan narsa ikki tarafdan ham shu farzandli bo'ldimi yo'qmi deb kutiladi. Lekin hammasi yig'ish bilan ovora bo'ladi-ku, lekin mana shu qiz bolamiz ertaga turmushga chiqsa, bo'yida bo'lish uchun yoki bo'yida bo'ladigan bo'lsa, shu 9 oy ko'tarib berish uchun mana shu qizni organizmi tayyormi yo'qmi, mana shu narsaga kamroq e'tibor beramiz. Birinchi navbatda avvalambor kerak bo'lsa, mana shu ikkala yoshi ham maslahatga borishlari kerak. Yigit kishi qanaqa tayyorlanish kerak, qanaqa nimalarga tayyor bo'lish kerak, yoki muammo bormi qanaqadir, yoki qiz bolada qanaqadir muammo bor, mana shuni hamda qanaqadir bir oilaviy maktab sifatida oilaviy shifoxonadami yoki o'zlari xohlagan bir shifokordanmi maslahat olib tayyorlanish uchun nima qilish kerak. Avvalambor mana kamqonlik degan juda ham ko'p, eng ko'p tarqalgan kamqonlik kasalligi bizada. Kamqonlik asosan bizning hududimiz yod tanqisligi hududga kiradi. Shuning uchun yod tanqisligi hududida yod yetishmovchiligi sababidan kamqonlik kelib chiqish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun ham birinchi endokrinologga ko'rib yod tanqisligini bartaraf qilish kerak. Undan keyin kamqonlik bormi yo'qmi, buni bartaraf qilish kerak. Qanaqadir ekstragenital kasalliklari bormi yo'qmi, bularni bartaraf qilib, shu qizimiz ertaga homilador bo'lsa 9 oy tayyormi yo'qmi. 5-6 haftalik keladida kamqonlik bor ekan, 90 ekan, qaysi dorimdan ko'tarsa bo'ladi. Avvalambor homiladorlikka birinchi trimestr deyiladi, ya'ni 3 oyligida kamqonlikni davolaydigan temir saqlovchi preparatlarni berish mumkin emas kerak bo'lsa. Sababi ular mikrosirkulyatsiyani ozgina buzib beradi. O'shaning uchun milliy protokolimizda ham kamqonlikni davolaydigan nimalar, preparatlar bular 12 kerak bo'lsa 16 haftadan keyin berilishi kerak bo'ladi. Men aytamanki, nima uchun homiladorlikgacha shu oddiy bitta gemoglobinni tekshirib qo'ymadingiz kamqonlik? Bu eng oddiy, eng ko'p uchraydigan muammo. Undan boshqa yurak, jigar, pochka biz uchun kerak bo'ladigan hamma hayotiy muhim organlar deyiladi. Mana shularning hammasini faoliyati qanaqa? Birsidir o'shani tekshirib qo'ysin. Birinchi hamma narsa tugal bo'ldimi yo'qmi, sepi tayyormi yo'qmi degandan ko'ra, qiz bolamiz tug'ishga, homilador bo'lishga tayyormi yo'qmi deb shuni ko'rish kerak bo'ladi. Keyin rejalashtirilgan holda bo'lgani yaxshi ekan, tayyor bo'lish kerak. Ham jismonan, ham ma'nan, ham moddiy kerak bo'lsa tayyor bo'lish kerak. Bizda doim professorimiz aytardiki, birinchi homiladorlikka abort qilinsa, bu poyezd izga tushib ketyapti, birinchi vagonni urib yiqitish bilan barobar. Orqasidagi poyezdlar hammasi izdan chiqadi. Ya'ni organizmda tayyorlanib nimadir bo'lishga tayyorlanayotganida, mana shu birinchi vagon izdan chiqqandan keyin qolgan hammasi izdan chiqib, bu ayolni kerak bo'lsa hayotida, salomatligida tiklab bo'lmaydigan xatoliklar, tiklab bo'lmaydigan jarayonlar kelib chiqishi mumkin. Malika opa, faoliyatingiz davomida qancha chaqaloqni qo'lingizdan o'tkazgansiz? 49 yildan beri shu kasb bilan shug'ullanaman. Hayotimni shu ongli davri shu chaqaloqlar bilan o'tgan bo'lsa kerak. Juda ko'pdan ko'p chaqaloqlarni ko'rganman. Aynan davrni oladigan bo'lsak, eski davrdan hozirgi davrda menda havas bor. Chunki yosh shifokorlarga havasim keladi. Imkoniyat, ya'ni shu tibbiyotda o'zini bilimini ko'rsatish, shu go'daklarga qarash imkoniyati aynan hozirgi davrda juda bir ajoyib innovatsion usullar bilan barcha bilimini ishlata oladigan davr. Endi biz yangi ish boshlagan davrda qanaqa bo'lgan o'sha paytlarda? Muammolar ko'p edi. Bolalar o'limi yuqori edi, chaqaloqlar orasida o'lim yuqori edi. Chunki o'zi insonni eng xavfli davri uni yangi tug'ilgan davri bo'ladi. Ya'ni o'shalar orasidagi o'lim katta, borgan sari kamayib boradi. Endi mana xususan hozirgi davrda bizning mamlakatimizga kelib solishtiradigan bo'lsak, aynan mana shu tajribani solishtiradigan bo'lsak, aynan shu siyosatda tizimni shu tibbiyot sifatini oshirishga qaratilganligi, o'sha tizim ishlashi va siyosat shunaqa yuritilishi u faqat taraqqiyotga olib keldi va
go'daklar orasidagi o'lim keskin kamaygan. Demak, o'sha zamonaviy texnologiyalar bor, apparatlar, sun'iy apparatlar. Onalar, bolalar murojaat qiladigan, ya'ni xaritamiz bo'yicha yo'l xarita deymiz, murojaat qiladigan maskan talabga javob beradigan bo'lish kerak. Aynan u hozir juda bir e'tiborda bo'lganki, muassasalar yuqori darajada talabga javob berishga moslashyapti. Ayollarni bir 80-85%da tabiiy fiziologik tug'ruq bo'lib, ona bola chaqaloq sog'lom, hammasi me'yorda bo'ladi. Lekin 10-15% ayollarimizda boyga yetilgan muammolar tufayli erta tug'ish yoki bemorlik bilan birga tug'ish, ekstragenital kasallik bilan, ana shu bemorlikda onaga ham, bolaga ham yuqori malakali yordam kerak bo'lib qoladi. Ana shu davrda tibbiy xodimlarning o'rni, ya'ni ularning malakasi va malakasi bilan birgalikda imkoniyati, ya'ni shunga yetarlicha jihozi bo'lishi kerak. Misol uchun vaqtidan oldin tug'ilib qoldi farzand, deylik 7 oyligida tug'ildi. Mana shunaqa holatlarda sun'iy nafas berish apparati orqali u 9 oylikka muddatiga yetkaziladimi? Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Barcha a'zolari anatomik shaklan rivojlangan, lekin hayot uchun funksional hali yetilmagan. O'pka faoliyati bo'lsin, oshqozon faoliyati bo'lsin, barcha faoliyat. Demakki u tirik tug'iladi, lekin muammolari bo'ladi, nafas buzilish sindromi yoki ovqat hazm qilish yetishmovchiligi. Bularning hammasini uni o'sha o'zini yoshi ortib borgunga qadar o'rnini bosish uchun bizdan tibbiy yordam kutiladi. Buning uchun yuqori texnologiya kerak. Aynan hozir davlat tomonidan juda katta shu, agar bizni davlatimizda 231 ta tug'ruq muassasasi bo'lsa, unga yana hozir xususiy sektorimizdan ham bo'lib turibdi. Barchasi oxirgi manba loyihalarimizda, barcha loyihalarda birontasi qolmadiki, shu yuqori texnologik jihozi bo'lmasa. Shuning uchun yangi tug'ilgan chaqaloq qayerda tug'ilmasin, uzoq bir qishlog'imizdami yoki katta shahar markazidami, uni birinchi oladigan yordami va shu zamonaviy yordamiga barcha jihoz hozir yetarli bo'ldi. Endi malakaga gap keladi, ya'ni shu tibbiy xodimlarning shu jihozlar bilan ishlash malakasi ham. Apparatlar bo'lsa-yu, bu borada ham juda katta ishlar o'tkazilib, loyihalar Sog'liqni saqlash vazirligidan aynan shu yo'nalishda ham katta ishlar bo'lgani uchun hozir men g'urur bilan ayta olamanki, yillar davomida biz umid qilgan shu ko'rsatkichlarga bugungi kunda erishib turibmiz. Kam vaznli chaqaloqlarimiz ham yashab qolmoqda. Ya'ni necha haftalik chaqaloq yashab ketish ko'rsatkichi yuqori. Qancha muddati katta bo'lsa, shuncha uni foizi yuqori. Muddatiga yetilgan bolalar 99. 28 haftalik bolalarimiz hozir ancha yaxshi yashaydi, 70-80%. Ertaga mana shunday 24-20 nuqsonlar kuzatilmaydimi? Bo'lishi mumkin. Tug'ma nuqsonlar o'ziga yarasha har bir ming tug'ruqda 5-6 ta holatgacha tug'ma nuqsonlar kuzatilishi mumkin. Aynan uni oldini olish bo'yicha ham ishlar olib boriladi. Mana homiladorlikni o'sha kuzatuvi, patronaji, bularni oldini olish maqsadida qilinadi. Lekin xuddi endi bu hayot ulgurmay qoldi, ko'rilmay qoldi, shu bilan tug'ilib qolsa, bunga katta skrining ishlari baribir 100% hammaga o'tkaziladi. Shu yo'nalishda ham hozir ko'p ishlar bor. Bularni agar 10-15 yil ilgari yuragida tug'ma nuqsoni bo'lgan bolani biz qo'limizdan hech nima kelmaydi, faqat kuzatamiz yoki chet elga borib jarrohlik yo'li bilan operatsiya qildirib kelasiz degan bo'lsak, bugungi kunda tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarni jarrohlik yo'li bilan kardioxirurgiya yangi chaqaloqligida ham jarrohlik yo'llari amalga oshiriladi. Imkoniyatlar kattalashgan, o'ta kam vaznli bolalarni parvarish qilish uchun ham juda ham yaxshi jihozlar bor. Bular hammasi o'zini natijasini ko'rsatib turibdi. Yildan yilga ko'rsatkichlarda biz shuni ko'rib turibmiz. Siz aytgan o'sha ayrim holatdagi muammolarga albatta ana shu hozir juda ham o'rinli aytdilar, rejalashmagan homiladorlik. Albattaki oila agar shu farzandi rejalashtirib, uni umid qilib, niyat qilib farzandli bo'lishi
istaganda yana shu bilan bir qatorda Duominam uni deya, majbur duominam majburiyatini ham, javobgarligini ham, burchini ham bilish kerak. Bu sohada bilimini ham bilish kerak. Shu yangi tug'ildi chaqaloq, buni qanaqa parvarish qilaman degan savollarga javobini ham bilish kerak. Tibbiy xodimlar maslahat beradi, ko'rsatadi yo'l yo'riq. Lekin shu oilani o'zi, ota, ona ana endi katta maqomga erishilgandan keyin shuni vazifasini ham bilib, o'z vaqtida bo'lib juda ham to'g'ri aytgan bir gap, xavfli belgilar bor. Ana shularni yaxshi to'liq bilish kerak. Uni ma'lumotini tibbiy xodimlardan olib, o'z vaqtida siz aytgandek o'z vaqtida murojaat qilsa, yechimi bor. Men bularga nima bir ozgina qo'shimcha qilmoqchi edimda, qo'shimcha qilmoqchi bo'lganimki, men doim aytaman-da, tug'ish qiyin deymizda, tug'ish qiyin, voy ona bo'lganingda bilasan onangning qadrini deydi-ku, chunki tug'ish azoblari debdi. Tug'ish qiyin, lekin tug'ilish undan ham qiyin-da. Men aytamanki, prosta tug'ilayotganimizni hech kim eslolmaymiz, lekin aslida tug'ilish haqiqatan ham qiyin-da. Mana shu har bir dard kelganida bolani bachadon siqib juda ham katta nagruzka tushadi bola uchun. Mana bu to'riq yo'llaridan tug'ilish juda ham bolani boshida miyasidagi qon aylanishlarni biroz buzilishiga olib keladi. Agarki bola shu 9 oy ichida mana shu miyasi juda ham kislorodga to'yinib, oziqaga to'yinib, sog' salomat o'sib olgan bo'lsa, mana shu tug'irish jarayonidagi mana shu fizik nagruzkalar bu bola uchun hech narsa bo'lmas ekanda. Hech narsa bo'lmas ekan, tug'ilgandan keyin bitta yig'laydi, hammasi esidan chiqadi. Demak, mana shunday tug'ilishi uchun ham bu sog'lom ona demak 9 oy ona mana shu bolani agar sog'lom hamma narsani yetkazib bergan bo'lsa, kislorod, ovqat, vitamin, o'zi sog'lom, endi sog'lom bo'lishdan maqsad ham o'zi shuda, bolaga kerak bo'lgan ozuqani hamda kislorodni vaqtida hammasini yetarlicha yetkazib berishda asli maqsad. Demak, mana shuga agar to'yingan bo'lsa, hammasi yetarli bo'lgan bo'lsa, bola qiynalmasdan qiynalib tug'ilgandan ham keyin buni fiziologik asfiksiya deyiladi. Tuqqandan keyingi bola tug'iladi. Hammasi aytaman, hushidan ketib tug'iladi hammasi. Lekin anti sog'lom o'sgan bola darrov o'ziga keladi, darrov nafas oladi, darrov qizaradi. Bu opam juda ham yaxshi biladilar. Hech qanaqa unga tibbiy xodimmi kerak bo'lsa, yordami ham kerak bo'lmaydi. Hammasi ertasi kuni chiqadi. Men bu 9 oy davomida agar nosog'lom o'sgan, kerak narsani bera olmagan, qoni quyilgan bo'lishi mumkin, qanaqa kasalliklari bo'lgan, vitamin vaqtida olmagan, kamqonli bo'lgan. Mana bularda nafaqat onada kerak bo'lsa, bolada ham o'sha. Onada qon ketdi, boshqa chop-chop, aytaman, hamma qahramonlik ko'rsata boshlaydi. Doktorlar ham qahramonlik ko'rsatadi, qaynota yuguradi, qo'liga dorilarni olib, u aptekamdan bu apteka. Kerak emas o'shanaqa qahramonlik hech kimga. Mana shu 9 oyda chiroyli qilib qarasin, chiroyli e'tibor berilsin, muammolar vaqtida hal qilinsin. Undan keyin hamma o'sha fiziologik asfiksiya, ya'ni hushidan ketish deyiladi. Bu oddiy qilib aytganda, keyin o'ziga keladi, darrov o'ziga keladi. Agar hali aytganimdek yetarli bo'lmagan bo'lsa, ana u bolani keyin mana bu opamlar keyin reanimatsiya qila boshlaydi. Ya'ni o'ziga keltiruvchi muolajalarni qila boshlaydi. Конечно, bu hech qachon beiz ketmaydi. Albatta izi bo'ladi. Keyin uyga chiqqandan keyin ham bola yig'loqi, bolani doktor bilan, dori bilan juda murojaati ko'p bo'lib qoladi. Shuning uchun haliga aytganingizdek rejalashtirilgan homila bu juda katta ma'noni, juda katta ish bu-da. Hammasi ham rejalashtirilgan bo'lish kerak. Ham shu 9 oy jarayonida nihoyatda e'tiborli bo'lish kerak. O'zi homiladorlik tinch, sokin, yaxshi o'tishi uchun ayolga qanaqa muhit yaratib berish kerak? Avvalambor ruhiy muhit juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Qanaqa muhit? Endi ruhiy muhit bo'lishi kerak. Ikkinchidan ayollarimizni o'zi ham juda ham haliga tolerant deyiladi. O'zbekchada tarjima qiladigan bo'lsak, sabr deyiladi. Chunki endi faqat homiladorga e'tibor berish kerak. Qaynona, qaynota, yurgan bilan ayol kishi ham o'zi ham unaqa jizzaki bo'lmasdan sabr qilib, mana shu homiladorlikda shunaqa holatlar bo'ladi.
mana shu Bular narsa bo'lmasa mangacha ham asabiylashmaslik bo'lgan, kerak. bundan buyog'iga ham manda ham bo'ladi, Allohga shukr shunaqa bo'lgani uchun deb ayol kishi ham sabr bilan hammasini yengish kerak bo'ladi. Nimaga qusyapman deb darrov yig'lab, jizzakalik qilib, ayol qanchalik ko'p jizzaki bo'lsa, bola allergen bo'lar ekan. Bu Yevropada qilingan ilmiy ish. Shuning uchun sabr birinchi navbatda bo'lishi kerak. Kitob o'qisin. Qancha homiladorlikda kitob o'qisa, miyasidan o'sha kitobni hazm qiluvchi immunoglobulinlar chiqadi-da. Bu bolani, onani qoni orqali bolaga borib, bola ham ertaga kitob o'qiydigan bo'ladi. Chunki uni genida, uni badanidagi qonida mana shu immunoglobulinlar paydo bo'ldi. Ya'ni kitob o'qishga undovchi belgilar paydo bo'ldi. Hozir reelslarni ko'rib o'tirganda shunaqa videolar chiqyaptiki, ona yig'laganda qornidagi bola ham yig'layapti, qanaqa holatda bo'lsa bola ham shuni his qilyapti. Bu shunchaki yasalgan narsa emas, bu haqiqatdan ham haqiqat bor bunda. Qancha ko'p kasal bo'lsa bola ham ertaga kasal bo'ladi, bu ham aniq narsa, chunki kerak narsalarni vaqtida ololmadi. Qancha muzika tinglasa, unda ham mana shu muzika tinglashga bo'lgan ishtiyoq kuchayadi. Shuning uchun ham ko'pincha artist bolasi artist bo'ladi, o'qituvchini bolasi o'qituvchi bo'ladi asosan. Bu haqiqatdan ham bir qanaqadir genidagi o'sha narsalarni dominant holatga kelishi. Malika opa, og'ir holatga tushib qolgan bolalar dunyoga keladi-ku endi. Mana shunaqa bolalarga qanaqa parvarish qilasizlar va ichingizdan shunaqa paytda nimalar o'tadi? Siz ayolga yetkazishingiz kerak onasiga. Ba'zida og'ir holatlar, o'lim holatlari bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatda qanday yetkazasiz ularga va shunday nimani his qilasiz o'zingiz? Mana endi necha yildan buyon shu sohada ishlaysiz. Bu bemor chaqaloqlar bilan ishlash oson emas. Nafaqat siz shu bolaga qarab, uni o'sha davosini qilasiz, shu bilan bir qatorda uni ota-onasiga ham to'g'ri ma'lumot berib borish kerak. Shu vaqtda ularda xavotir kuchli bo'ladi. Siz aytgandek natijasi nima bo'larkin degan hayajon bo'ladi. Ular bilan birgalikda ularni holatiga tushib his qilish kerak. Siz his qilasiz. Siz balkim ular jigari farzandi uchun siz ikki tomonlama his qilasiz. Ham oldingizda murg'aygudek, ham sizni javobgarligingiz, yelkangizga shu vazifani olganingiz. Shuning uchun shifokorlar juda qattiq o'ylaydi. Har bir o'sha protokolga rioya qilgan holda to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri muolajani bajarish kerak bo'ladi. Hozir yana boyga aytganimdek, bugungi kunda imkoniyatimiz juda ham yaxshi. Oldin agar menda ko'p bo'lardi, qo'limdan kelmadi, chunki unaqa masalan kranial cerebral gipotermiya jihozim yo'q edi. Masalan, dimiqqanda o'tkazishga deb o'ylasam yoki sun'iy nafas apparatim sanoqli bo'lardi yoki boshqa umuman diagnostika uchun uni o'sha to'g'ri olib borish uchun laborator tahlil uchun qaysidir jihozlar yo'q bo'lardi. Shunda endi faqat boshqa usullar bilan qilib qarab, balkim imkoniyatlarimiz cheklangan edi. O'zi qancha bo'ldi Malika opa mana shunday apparatlar bizga kirib kelganiga? Yaqin mana shu 2005-yillardan boshlab juda katta loyihalar amalga oshirila boshladi davlat tomonidan. Osiyo taraqqiyot banki loyihasi doirasida UNICEF bilan ishonch 2030 va bir qator boshqa loyihalarda juda katta davlat tomonidan ajratildi. Kuni kecha mana hatto har bitta shu markazimizga katta reanimobillar yetib keldi. Bu degani shunaqa go'dak yuqori malakali yordamga, zamonaviy texnologiya muhtoj go'dak oddiyroq muassasada tug'ilib qolsa, uni imkoni bor. O'sha sun'iy nafas apparatiga qo'ygan holda reanimobilda markazga yetkazib kelishimiz imkoniyati bor. Yoki xirurgik siz aytgan muammosi bo'lsa, yetkazib olib borish imkoniyati bor. Bu nimani beradi? Sizda ishonch beradi va ota-ona oldida ham siz o'zingizni hozir yaxshi his qilib, unga o'sha bor vaziyatni tushuntira olasiz va imkoniyatim bor, bu davoni bera olaman degan fikringizda bo'lasiz va qo'llab-quvvatlab tura olasiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ota-ona e'tibor bermaydigan, lekin sizni xavotirga soladigan holatlar bo'lganmi? Albatta. Bu borada homiladorlik bo'yicha ham masalan bilimi bo'lish kerak bo'lsa, aynan farzand bo'yicha ham bilimi bo'lish kerak. Ya'ni eng muhimi shu go'daklik davrlari uni
xavfli belgilarini yaxshi bilishlari kerak. Bu to'g'rida tug'ruqqa qadar o'sha onalar maktabida bo'ladimi yoki o'sha patronaj doyalar bilan muloqotda bo'ladimi, akusher ginekologlar bilan muloqotda bo'ladimi, har safar o'sha 7 marta uchrashuvga boradimi tuqqunga qadar, necha marta borganda har bittasida tug'ilgan bolaga qanaqa muolajalar zarur, qanaqa emlashlar zarur, qanaqa rivojlanish jarayoni, ayniqsa qanaqa oziqlantiradi bu bolani. Ana shu savollarga hali bola tug'ilmasdan oldin unda javobi bo'lishi kerak. Ishonchli bo'lishi kerak. Aynanni qaysi vaqtda muammolarni biladi desangiz, bular o'sha masalan o'ziga kech qolgan sabablar bo'lganda, go'dakda ham kech qolish sabablari bo'ladi. Ya'ni bolani ovqat yemay qo'yishi, atkaz deymiz, masalan ovqat yemay qo'yishi bu eng yomon belgi. Uning belgi kasallikni alomatlari, ya'ni tana haroratini yoki ko'tarilishi, kam harakatlik bo'lib qolishi. Bunda u xavotirga o'rinlik vrachga murojaat qiladigan holatlar bo'ladi. Bularni o'tkazib yuborish kerak emas. Yo'qcham bo'ldi yoki yemadi, ishtahasi yo'q degan gaplar bo'lishi kerak emas. Onani o'zi e'tibor berish kerak. Onani o'zi e'tiborli, uydagilar e'tiborli. Bilamiz, chaqaloq uchun ona suti tabiiy eng yaxshi ozuqa deb qaraladi-da. Lekin qaysi holatlarda mana shu ona suti bilan oziqlantirmaslik kerak? Tibbiy qarshi ko'rsatma juda ham kam. Chunki u homilador bo'ldi, o'zini farzandini tug'ildi, o'zini ko'krak suti bilan ko'krak yoshida bolasini oziqlantirishi kerak. Bu 100%. Agarki suti tarkibida o'sha bolaga o'tishi mumkin bo'lgan xavfli virus, spid kasalligi yoki biz VICH infeksiyasi deymiz. Shu holatda biz tavsiya qilamiz emizmaslikka. Boshqa holatlarda endi ochiq tuberkuloz, ya'ni kasallik yoki onasi onkologik kasal bo'la turib homiladorlikni ko'zda tutgandi yoki bilmaganida va shu ximiya preparatlarini qabul qiladi. Mana shu dorilarni qabul qilayotgan vaqtida biz o'sha sutni bolaga tavsiya qilmaymiz. Yani aniq shu qanaqadir infeksiya o'tish xavfi bo'lsa sut orqali yoki bo'lmasam qanaqadir dorini nojo'ya ta'siri sut orqali homila tug'ilgan chaqaloqqa o'tishi mumkin bo'lgan xavflardagina mumkin emas. Qolgan holatlarda hammasi mana ko'plab birinchi soatidan boshlab ana shu e'tiborni berish kerakki, hech qachon ona sutini bee'tibor qoldirmaslik kerak. Buni har bir tomchisi o'ziga dori. Uni tabiat belgilab qo'ygan. Sutning miqdori soatga qarab o'zgaradi, kunga qarab o'zgaradi, vaqtga qarab o'zgaradi. Uni hozir tug'ilgandagi og'iz suti hozir kerak. U hajman kam, lekin yetarli. Mana shunda farq bo'ladi. Misol uchun ona sutini qabul qilib o'sgan chaqaloqda yoki aynan qo'shimcha sutlar bor, sun'iy ozuqalar bilan 100%. farqi bor. Farq juda katta. Balkim sun'iy ozuqa majbur bo'lib qolgan holatlarda ham endi bola o'rganib mayli o'sishi mumkin. Lekin shuni bilish kerakki, sun'iy ozuqa bu baribir o'lik ovqat. U sun'iy. Unga qancha mikroelement qo'shing, kerak dorilarni qo'shing, u tirik emas. Ona suti tirik onani badanidan, uni hissiyoti bilan, uni bolasiga mehri bilan oqib keladi buloqda. Bola o'sha bilan o'sadi. Chunki u ko'krak yoshi deb aytiladi. O'sha 2-3 yoshgacha shu ona suti bilan parvarib rivojlanishi kerak. Bunga ayrim vaqtda sabab, ya'ni ko'krakdan chiqarishga sabab keyingi paytda bir ko'payib qolgan holatlarni aytsak, shuni ko'rsatishimiz mumkin. Bu bilan to'qnash kelib turibmiz. Ya'ni sutim kam, emizaman, lekin yana qo'shimcha beraman. Bu nevaram yaxshi o'smayapti, bu ozg'in kelin suti kam degan gapni aytib qo'yish mumkin. Yoki suyuq, bu gaplar hammasi o'rinsiz. Qo'shimcha ozuqa berishga o'rin bo'lmasligi kerak. 6 oygacha onasini sutidan boshqa narsa ichmasdan
o'sish kerak. Hatto suv ham kerak emas. Demak, qaynanalar to'g'ri aytadi. O'zingni suting bilan oziqlantir deydi-ku, qo'shimcha kerak emas deydi. Kerak emas deydi. Bu to'g'ri yo'ldasiz. 2 yoshgacha ko'k resti bilan davom etish kerak. To'g'ri, 6 oydan keyin o'z vaqtida qo'shiladigan qo'shimcha ozuqalarni berish kerak. Bu degani sun'iy ovqat emas. O'z vaqtida shu milklari chiqa boshlaydi. Demak, uni milklari ishlash kerak. Tyordiy pisha deymiz. O'sha mevalar yoki bo'lmasam o'sha sabzavotlardan qilinadigan barcha shu ozuqalar, o'sha yosh oyma-oy qo'shib boriladigan o'zini ozuqalari bor. Bola o'rganib boradi. Faoliyatingiz davomidagi biror bir hikoyani aytib bera olasizmi? Ya'ni o'sha chaqaloq bilan bog'liq bo'lgan, uni onasi bilan bog'liq bo'lgan holat. Bu holat sizga qaysi birini aytishim mumkin? Juda ko'p. Har bizni ta'sirlantirish kerak-da. Har kuni shunday hayot shunaqa. Onalar ham, insonlar ham har xil bo'ladi, lekin hamma inson o'sha farzandini tepasida uni hayoti uchun o'zini juda ham nima deydi, fido qilishgacha tayyor turadi. Ular ko'z yoshi bilan bu ko'z yoshlarga chidash o'zi qiyin. Nima deb ovutishni ayrim vaqtda bilmaysiz. Faqat uni o'sha holatini tushunsangiz, unga dalda bera olsangiz, u bilan birga bo'la olsangiz, u shuni tushunadi. Ta'sir qiladigan holatlar shuki, qachon bu endi ekstraordinar holatlar, ya'ni kunda uchramaydigan, juda ko'p yil kutilgan farzandlar va shu bilan bir qatorda muammosi bor bo'lgan yoki aynan tushib qolib, kayfiyati ruhan tushib qolib, ketma ket homiladorligini yo'qotib, bir necha qator homiladorlikda ham har safar farzandini yo'qotgan onalar yana bir homilador bo'lganda shunga umid qilishi, har safar umid qiladi, lekin ma'lum bir sabablar bilan bu genetikaga bog'liq holatdami yo boshqa holatdami farzandini yo'qotgan onalar bilan muloqot qilib, unga agar shu homiladorligidagi farzandini saqlanib qolishini ustida bo'lsangiz, bu katta bir g'urur. Shu onalar hech qachon sizni ham esdan chiqarmaydi va ketma-ket har bolasini tug'ilgan kunida sizni yo'qlab keladi. Shunaqalar bo'lganmi? Bor, aynan shunaqa juda his-hayajonda bo'lib, oylar davomida farzandini o'sishini, aynan u kam vaznli bo'lib, ko'p yil kutilgan farzandini kutib, keyin uni muvaffaqiyatli yakunidan keyin esidan chiqarmasdan, shu kunlari hayotida esidan chiqmaydi. Onalarning o'zi hech qachon necha yil bo'lsa ham balkim shu xotirasi juda kuchli, shu tug'ruq jarayonida kuchaysa kerak. Har bir harakat tibbiy xodim tomonidanmi yoki yaqini tomondanmi bo'lgan xarat yodida qolar ekan. Har bir harakat. Chunki eng e'tiborli holat, e'tiborli holat, fikri jamlangan. Shuning uchun ayrim hayotidagi bir to'y hashamladagi bir muloqotlar esdan chiqib ketishi mumkin, lekin tug'ish jarayonini hech qaysi ayol hech qachon esdan chiqarmaydi, necha yil o'tmasin. Rostdan onalarimiz aytib berishadi-ku, to'g'ri. Sanda mana bunaqa holat bo'lgan, tuqqanimda mana bunaqa edi deb ba'zida aytib qolishadi-da. Ana shu davr yodida bo'ladi. Shuni eslab har yili farzandini tug'ilgan vaqtida kelib yo'qlab ketishadi. Ana. Shunda bu juda g'ururlanib ketasizmi sohangizdan? Bizga rasmlarni olib kelishadi. Keyin biz o'sha kichkinalik 600 gram, 700 gram tug'ilgan bola, o'sha vaqtdagi uni rasmi bor. Keyin yurib, chochlariga lentishkalar taqib kelgan rasmlarni ko'rsatishadi. G'ururlanib, qarang, farzandimiz bir yilda bir marta shu muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning kuni bor, noyabrda, 17-da biz xabar berib qo'yamiz, shu kun bor deb ayrimlarga chaqiramiz, o'zimiz ko'rgimiz keladi va ular ham shu bilan baxtli hayotini biz bilan bo'lishgisi kelib, xuddi biz sababchi bo'lganday yetaklab kelishadi bolalarni. Bular birga kelishadi. Bir qanaqadir har yili bir kichikgina bir bayramday o'tkazamiz. Shu kun hammamizda hayajon bo'ladi, ko'zlarimizda yosh. Biz ishonmay qolamiz. Biz uni kichkina bolalarni ko'rib o'rgangamiz, bizni oldimizga kelib ular she'rlar o'qib berishadi.
Ashulani O'zini aytib onasidek berishadi. ko'rib yo'qlab kelishadimi? Yo'qlab kelishadi. Nechta Bolalar bolangiz ko'p bor bilmas, endi shu O'zbekiston? Bilmas-ku, lekin ota-onasi biladi. Bir intervyuingizda aytgansiz. O'zbekistonda ko'p bolalar meni bolam deb aytgansiz. To'g'ri. Endi yilida deng, bizni markaz eng katta markaz 5000, 7000 to'g'ri bo'ladi. Endi shuni ko'paytiring 40-50 yilga. Qancha farzandlarni ko'rganmiz. Yutuqlarimizdan xursand bo'lamiz. Qachonki o'sha imkoniyat bo'lmay qolsa xafa bo'lamiz. Lekin hozir nima deydi? Xursand bo'lib yurishim, shogirdlar juda ko'p, ular yaxshi ishlab turishibdi. Yo'qotishlar juda kamaygan. Demak, Ya'ni davlatimiz yashab qolish tomonidan juda katta e'tibor siyosat, berilyapti. e'tibor, onalikka, bolalikka berilgan e'tibor o'zini natijasini ko'rsatmoqda. Rahmat. Muhabbat opa, hozirgi kunda ko'plab ayollarda, ya'ni o'sha farzand yo'qotish, homilani muddatidan oldin tug'ilib qolish yoki bo'lmasam kichik muddatda rivojlanmay qolish holatlari ko'p kuzatilyapti-da. Bu nimadan deb o'ylaysiz? To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham bizani shu bosh endi tibbiyotda faoliyatimizni boshlagan davrlarimizda opam aytganlaridek qanaqadir tug'ilishda texnologiyani yetishmovchiligi sababidan agar og'ir tug'ilishlar ko'p bo'lgan bo'lsa, lekin o'sha paytda odamlar qanaqadir tabiiylikka yaqinroq bo'lgani uchunmi yo'qotishlar kamroq bo'lardi, bepushtliklar kamroq bo'lardi. Hozir endi bepushtlik hamda homilani yo'qotish holati asosiy sababi bitta. Asosiy sabab bitta, yo bo'lish qiyin bo'ladi yoki bo'lmasam endi bo'lgan bo'lsa uni keyin saqlab qolish ham qiyin bo'ladi. Shunaqa 18 martalab bolasi tushib qolgan ayollar kelgan, 15 martalab bolasi tushib qolgan, 11 marta, 8 ta 9 ta homiladorlik tushib qolgan ayollarimiz ham juda ham ko'p. Bu endi 4 ta 5 ta juda har kuni uchrab turadi kerak bo'lsa ish faoliyatimizda. Mana shunaqa ayollarni sababini ko'p o'rganilganda bu shu ayolni da uchraydigan eng birinchi shu shamollash holatlari, infeksiya holatlari bo'ladigan bo'lsa, lekin bitta narsaki, agar kimdir eshitsa ozgina e'tiborga olib qo'yish kerakki, faqat shu shamollash ekan deb shamollashga yopishib olish kerak emas. Bu yerda boshqa sabablar ham ko'p, ya'ni gormonal buzilishlar. 13 yoshda agar qiz balog'at yoshiga kirib, unda hayz sikli boshlanadigan bo'lsa, gormonlar uyg'onib, shu jinsiy a'zolar ishini, faoliyatini boshlagandan izga tushib ketish kerak. Agar shu o'z vaqtida izga tushib olmasa, buni sababini aniqlash kerak, buni bartaraf qilish kerak. Sababi mana shu sabab keyinchalik yillar davomida o'zini mana shunaqa manfiy tomonlarini ko'rsatib, qiz bolani bo'yida bo'lishiga yoki bo'lsa ham saqlab qolishga qiyin bo'lib qoladi. Progesteron degan gormon bor, yetishmovchiligi sababidan yoki butun badanimizdagi gormonlarning balansi buzilishi oqibatida homilani saqlab qolish qiyin bo'lib qoladi. Yana bir sabab juda ham ko'p holatlarda hozir bizda genetik qon quyilish holati bo'ladi. Bu ilgari unchalik e'tibor berilmagan. Endi hozir mana oxirgi yillarda kirib kelyaptiki, mana shu ayol odami, nafaqat ayollar, odam zoti qonini quyuq suyuqligiga javobgar genlar bor. 12 ta gen bor. O'sha genlarda qaysi birida buzilish bo'lsa, bu ayolni qanchalik ko'p buzilishiga qarab, masalan 12 ta gendan 3 ta 4 tasi buzilishi mumkin yoki bo'lmasam 5 ta 6 ta 8 ta 9 tasi buzilishi mumkin. Mana shu qanchalik ko'p buzilganligiga qarab bu odamni qoni u yoki bu darajada quyuqroq bo'ladi. Mana shu qon quyilish oqibatida ko'proq buni bilsa bo'ladiki, masalan gipertoniya kasalliklar, keyinchalik qon bosimini osishiga mana shu narsalar ko'proq sabab bo'ladi. Yoki qandli diabetlarni hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Keyinchalik bu ko'pincha bu 50-55-60 yoshdan keyin boshlanishi mumkin. Sababi unda jinsiy gormonlar o'z faoliyatini to'xtatgandan keyin insonni qoni biroz quyuqlasha boshlaydi. Chunki bizda shu jinsiy gormonlar qonimizni ozgina suyultirib berishga ham o'zining hissasini qo'shib beradi. Mana shu qonni quyilishi, demak yosh bola biz shu gen bilan tug'ilamiz, shu gen bilan ketamiz. Hech kim genni o'zgartira olmaydi. Hech qanaqa dori yo'qki, u gendagi buzilishlarni to'g'rilab qo'yadi.
qo'yadigan. Hozir aytib o'tdingiz, oldin mahsulotlar tabiiy bo'lganda, ya'ni bola homila tushishi yoki nobud bo'lib qolish holatlari nisbatan kamroq bo'lgan. Hozirgi kunga kelib iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz sun'iy. Mana shu ikkinchi, demak, uchinchi sababi qonni quyilishi deganim. Bu qonni quyilishi birinchi genlarga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan qonni quyilishi biza yeyotgan mahsulotlarga bog'liq. Biza hozir tabiiy narsani o'zi juda ham kam qoldi. Har bir tabiiy narsa emas, tabiiy emas narsa bizning badanimizga tushgandan keyin noorganik deyiladi. Organik bu tabiiy narsalar, olma, uzum, shaftoli, go'sht, hammasi bu organik narsalar. Bu badanga tushgandan keyin bu singadi, hech qanaqa muammosiz oxirgi mahsulotlarga energiya beradi, odamga o'sishiga, boshqasiga yordam beradi. Lekin noorganik narsalarning hammasi badanga tushgandan keyin u qonni quyilishiga sabab bo'ladi. Kichkinagina zahar ham bu tromblarning bir-biriga hosil bo'lishiga olib keladi. Mana bu ham o'z navbatida qon tomirlarimizda, ayniqsa mayda qon tomirlarimizda qonni yurishiga xalaqit beradi. Bizani bolamiz oziqlanadigan yo'ldosh bu eng mayda qon tomirlardan oziqlanadi. Ana o'shatlarda agar ayol yoki ayol asosan demak notabiiy narsalardan dori ko'p iste'mol qiladi yoki kola deymiz, boshqa deymiz, ovqat yeyotgan narsamizni hammasidan juda ham qiyin hozir notabiiylikdan saqlanib qolish. Demak, o'shalar qonni ozgina quyilishiga olib keladi. Mana shu narsa ham yo'ldoshida qon aylanishi buzilib, homiladorlikka to'xtab qolishiga sababchi bo'ladi. Bu nasliy kasalliklar ham bir eng katta sabablardan biri. Biz ko'zimiz bilan ko'rib yurgan nogiron insonlar, bular 4 ta homiladorlikdan bittasi tug'ilgan. 3 tasi o'z-o'zidan to'xtab qoladi. O'z-o'zidan to'xtab qoladi. Bu ham shu o'smay qolishi sabablaridan bittasi. Mana shu 4 ta eng katta sabablar homiladorlikka bevaqt to'xtab qolishiga yoki tug'ilishiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish haqida. Ilgari tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilib homilador bo'lgan ayollarda hech qanday vitamin shart bo'lmaganda. Albatta. Hozirgi qaynonalar ham ba'zi bir qaynonalar vitamin ichmaslik kerak. Endi mumkin emas. Bizning davrimizda hech qanday vitaminlarsiz bolani dunyoga keltirganmiz. Mana nechta bolani dunyoga keltirganmiz degan fikrlar tug'iladi. Bu o'zi qanchalik to'g'ri, mana shunday deb talqin qilinishi. To'g'ri aytasiz, lekin bunda avlod bilan avlodni bunda solishtirib qaraydigan bo'lsak ham, avvalambor ilgari ko'proq jismoniy mehnat qilinganligi sababidan balkim odamlarda ham ana shu ovqatlanishga, oziqlanishga bo'lgan talab sal yuqoriroq bo'lgan. Mana hozir kimni qizini olib kelsa, "Voy, bu ovqat yemaydi" deydi. Kelinini olib keladi-da, anaqa ovqat yemaydi deydi. Hozir ovqat yedirish muammo bo'lib qolyapti, yedirish muammo bo'lib qolyapti. Ilgarida ovqat yemaydi degan gap bo'lmagan, hammasi normal ovqatlangan. Normal ovqatlanganda hozir juda kichkina bolaga ham, kattaga ham, kelinga ham ozg'ingina ovqatlanishingiz kerak desangiz ovqat yemaydi. Конечно, ovqat yemagandan keyin men aytaman, sizlarga eng osoni shunda qo'lingizga dori yozib bersa, aptekaga yurib borsangizda bitta tabletkani yutib ora qolsangiz. Unaqa bo'lish kerak emas-da, chunki olmani hech kim yaratib bera olmagandek, olmani tarkibidagi vitaminni ham asl holatida hech kim vitamin ichiga solib bera olmaydi. Shuning uchun ham vitamindan ko'ra, mana bu sun'iy vitaminlar ko'ra tabiiy oziqlanganga hech narsa yetmaydi. Mana bular aytibdilar, mana opam aytibdilarki, sut mana qo'shimcha oziqlanishdan ko'ra sut afzal. Albatta, tabiiy narsa afzal. Kim masalan go'shtdan, masalan siz go'sht oling deymanda yoki boshqa do'konda xuddi go'shtga o'xshatib qo'ygan, hozir Xitoydan hamma guruch ham yasayapti, tuxum ham yasayapti, hamma narsa. Qaysi birini olasiz? Tuxumga yaxshi o'xshatib qo'yganini olasizmi yo haqiqiy tuxumni olasizmi? O'zingiz ham birinchi navbatda tabiiy narsani tanlaysiz. Sababi biz o'sha tabiiy narsani hazm qila olamiz. Xuddi shunaqa mana oziqlanganda ham biz tabiiy narsa yeganmiz. To'g'ri tabiiy narsa yeyish kerak. Yeganda kerak bo'lsa olma. Ilgari odamlarning oilasida homilador bo'lsa, mana bu kelin homilador bo'ldi. Alohida go'sht olib kelingan, meva sotib olib kelinib, ilgari olib kelmagan bo'lsa ham e'tibor berilib, ayol ham o'ziga aytman homilador bo'ldim. Ikkita odamga uchun yeyishim kerak, soddaroq bo'lganda o'sha odamlar ikkita odam uchun yeyishim kerak deb haqiqatan ham yegan o'sha narsani. Hozirgi ayollar bitta odam o'zi uchun yeyish kerak bo'lgan oziqani yesin oldin. O'sha bitta olma yesin, yedira olmaysiz hozirgilarga. Lekin hammasi tabiiy deb o'ylaysizmi o'shalarni hozir yegan? Hozir endi to'g'ri tabiiy bo'lmasa ham hech bo'lmaganda vitamindan ko'ra, aptekadagi doridan ko'ra har holda olma yegani afzalroq.
Albatta biz doim anaqani alternativani tanlaymiz. Qaysi biri tabletkami yoki olmami? Olmaga dori qo'shgan, mayli nima qilamiz? Dori qo'shgan bo'lsa ham o'zi olma-ku. Mana bu 100% dori, bu hech bo'lmasa bir 20% dori, qolgan 80% tabiiy narsa. Nima uchun bizni buvilarimiz polivitamin degan narsalar ichganmisiz desangiz, nima edi u polivitamin deydi, nima edi u deydi-da. Ular hatto bilmagan ham. Lekin ularni tuqqan bolalar nima uchun sog'lom bo'lgan? Sababi ular e'tibor berib, mana shu yemishiga e'tibor berishgan. Hozir ko'p homiladorlarga o'sha foliyaviy kislota, yodamarin, magniy tavsiya qilinadi. Bu to'g'rimi? Albatta, mana yo'da rahmat, mana yod bizani hududimizda dengiz uzoq bo'lgani uchun bizani tuprog'imizda ham yod mahsuloti kam. Shuning uchun xurmo yesam yod ko'payadi, yong'oqda yod ko'p ekan degan gaplar noto'g'ri. Turpoqda bo'lish kerak yod. Turpoqda bo'lish uchun bu dengizga juda ham dengiz mahsuloti dengizga yaqin bo'lish kerak. Biza uzoq, shuning uchun turpog'imizda yo'q. Endi biza faqat shu yodni hech qayerdan olmaydi. Yodni faqat har kun iste'mol qilishimiz kerak. O'zbekiston aholisi tug'ilganidan to o'lgunicha yod ichish kerak o'zi aslida. Yod har kuni 12 yoshgacha 50 milligram, 12 yoshdan keyin 100 milligram, agar homilador bo'lsa 200 milligram yod iste'mol qilib turish kerak homilador bo'lsa. Demak, yod ichayotgandik, 2 qat bo'lib qoldik, 200 gramga o'tamiz. Foliyaviy kislota nima uchun kerak? Foliyaviy kislota bu bitta vitamin B9 deyiladi. Bu mana shu genlarni sog'lomlashtirishga olib kelar ekanda. O'shaning uchun xotin homiladorlikni rejalashtirishdan 3 oy oldin ichish kerak foliyaviy kislotani. Chunki foliyaviy kislota, ya'ni folik aksid, bu genlarda sog'lom neyronniy trubka deyiladi, ya'ni homilani geni sog'lomlashtirish. Mana biz homiladorlikka tayyorlanayotganda bitta urug' sperma o'sish uchun 3 oy vaqt ketadi-da. Mana shu sog'lom o'sdi deganda bitta spermada erkakni badanidagi har bir belgisi o'sha spermaga o'tadi-da, nimasi kodlanib genlar orqali o'tadi. Masalan, uni sochini rangi, xarakteri, yuzini rangi, qaddi qomati, badanidagi har bir kasallik, har biri mujassam shu genlar orqali shu spermaga o'tadi, spermadan keyin bolaga o'tadi. Agar foliyaviy kislotani 3 oy oldin ichishni boshlasa, mana shu ozgina haligi genlardagi mutatsiya deyiladi. Ya'ni ozgina buzilishlar to'g'ri bo'lib o'tarkan kerak bo'lsa. Biz hamma kasallik, masalan, gipertonik kasallik yoki oshqozon kasalliklari, hamma kasallik bizda gen orqali ozgina o'tgan o'tadi. O'sha narsa keyin yo yuzaga chiqadi. Endi hayot jarayonida uni yuzaga chiqaruvchi faktorlar ko'proq bo'lgan bo'lsa, u yuzaga chiqadi. Ba'zan yuzaga chiqmasligi ham mumkin. Endi u faktorlar u odam o'ziga ham bog'liq, yashash tarziga ham bog'liq. Lekin baribir genlardan o'tadi o'sha narsalar. Folik kislota ichilganda mana shu genlardan yumshoq bo'lib o'tadi. Yo'q bo'lib ketadi demayman, yumshoq bo'lib o'tar ekan. Shuning uchun ham ayol ham, qiz ham, erkak ham, ikkalasi ham homiladorlikni rejalashtirishdan 3 oy oldin folik kislotani ichish kerak ekan. Hamda birinchi homiladorlikka birinchi muddatlarida, birinchi oyliklarida, ya'ni 12 haftada o'sha inson qiyofasiga kirib bo'ladi. Bo'ldi, o'sha geni odam o'zi shakllanib bo'ldi. Bu yog'iga unga ta'sir qiladigan narsalar bo'lmaydi hatto. O'shangacha folik aksid обязательно ichib turilishi kerak bo'ladi. Sababi o'sha neyronniy trubka, o'sha kichkinagina homila inson qiyofasiga kirgunicha sog'lom qiyofaga kirishi uchun, genlari sog'lom bo'lishi uchun folik aksid ishtirok etadi. Rahmat. Shu o'rinda bitta qo'shimcha, siz bitta savolingizdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Lekin biz yana farzand xohlaymiz. Mana shu bolasi tug'ildi-da, ikkinchi marta keyingi homiladorligiga qachon tayyorgarlik ko'rish degan savol berish o'rinli deb o'ylardim. Chunki oradagi intervalda oraliq deymiz. Farzandlar orasidagi interval eng muhim. Chunki bu yerda nafaqat u ayol o'zini salomatligini tiklab keyingi homiladorlikka harakat qiladi. U mana bu yangi tuqqan bolani ham hayoti muhim. Chunki u to'liq ona suti bilan oziqlanib ulgurish kerak. Demak, homiladorlik 3 yildan oldin bo'lmasligi kerak. Agarki bo'ldi, saqlanmadi yoki men
farzand tug'dim, keyingi homiladorlikni endi 3 yildan keyin yoki 4 yildan keyin. Endi ko'p oilalar buni hamma uchun aytmoqchi emasman, lekin ana shu hayotda ko'rib turibmiz, 1 yil, 2,5 yil o'tmasdan yoki hech qancha o'tmasdan yana homilador bo'lgan holatda tushunmovchilikni aytmoqchimanki, biz bunda 3 ta insonni hayotini xavfga qo'yamiz. Ketma-ket homiladorlikda. Bu ona, tug'ilgan boyagi farzand, oziqlanish kerak bo'lgan. U homilador bo'lib qolganda ko'pincha emizmaydi. Va ichida rivojlanayotgan keyingi homila. U hali onani bachadoni tiklanmasdan, bular aytganday ozuqalarni olmasdan, men bu bolani ham hali boqmasdan yana homilador bo'lgan bachadon, u keyingi homiladorlik yo muddatdan oldin tug'ilishi ko'p uchrashi yoki uni bemor tug'ilishi yoki kam vaznli bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun juda ham o'rinli hozir shu savolni berdingiz. Homiladorlik, keyingi homiladorlik, birinchi homiladorlikni rejaladi, sog'lom, birinchi tug'ishi yaxshi tug'ib oldi. Endi keyingi farzandlarni 2 yil tuqqan bolasini boqadi. Ya'ni onani badani ozuqasini 2 yil tuqqan bolasi uchun beradi. 2 yildan keyin bo'ldi, to'xtatadi oziqlantirishi. 1 yil keyingi bolasiga ozuqa yig'adi. Bilamiz, sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi. Shu sabab shifokorlar aytgan bugungi tavsiyalarga qat'iy amal qiling va o'z vaqtida profilaktik ko'riklardan o'tib turing. Sog'ligingizga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.